Insultdan keyin tiklanish faqat shifoxonada emas, uy sharoitida ham davom etadi. Shu sabab doktor Xurshid jamoasi bilan bemorlar huzuriga borib, zarur tavsiya va muolajalarni olib bormoqdamiz. Qolganini bo'lsa, video davomida ko'rishingiz mumkin. Pastga o'ziga o'tiring. Stolni qo'ying, oyog'ingizni stol tagiga cho'zib oling-da. O'tay. Tur. Joyiga o'tirib tursangiz ham bo'ladi. Ana shu. Oyoqni baland ko'tarsangiz ko'tariladi. Mashina qo'yiladi, ularni qo'yiladi. Pastga cho'g'orsiz bo'lmaydi. Qanaqa bo'ldi amaki, massajlaringiz, mashqlaringiz yaxshimi? O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yaxshi. Mazami? Sezib Yuryapsizmi? O'zingizda harakat ko'paydimi axir? Hazilda bor. Bormi harakatingiz? Boshda qanaqa edi? Yurolmasdingiz. Ancha yaxshi bo'ldi. O'tiraman. Yo'qman. Mashqlaringizni qilyapsizmi axir? Ko'p endi mashq qilib, harakat to'xtatmang bo'ldi amaki. Sizga rahmat. Shuningdek charchamang. Faqat harakat bo'ldi amaki. Boshqa hech narsa kerak sizga. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylab siqilishlar bo'lmasin. Ko'proq mashq bo'lsin, harakat bo'lsin. Dangasalikni yo'q qilib tashlang. Maza qilib yuravering endi.